Hozir biz disaxaridlardan saxarozani kobalt sulfat hamda nikel sulfatga ta'sirini kuzatamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan reaktivlar 10% saxaroza eritmasi, 5% natriy ishqor eritmasi, 5% kobalt sulfat eritmasi hamda 5% nikel sulfat eritmalari kerak bo'ladi. Biz hozir saxaroza eritmasidan 2 ml miqdorda tortib olamiz, o'lchab olamiz. Toza probirkaga quyamiz. Ikkinchi probirkamizga ham xuddi shuncha miqdorda saxaroza eritmamizdan quyamiz. Mana 2 ml miqdorda quyib oldik. Tayyor bo'lgan eritmaga besh foizli natriy ishqor eritmamizdan 1 ml miqdorda quyib olamiz. Mana 1 ml miqdorda har ikkala probirkaga quyamiz. Mana tayyorlab qoldim. Endi kobalt sulfat hamda nikel sulfat eritmalarimizdan pipetgachada olib birinchi probirkaga kobalt sulfat tuzi eritmasidan bir necha tomchi quyamiz. Hosil bo'lgan aralashmani biroz aralashtiramiz. Mana rangni o'zingiz kuzatishingiz mumkin. Binafsha tusli eritma hosil bo'ldi. Ikkinchi probirkamizga esa nikel sulfat eritmasidan quyamiz. Mana bir necha tomchi nikel sulfat tuzidan tomizdik. Ko'rib turganingizdek oqish cho'kma hosil bo'ldi. Buni biroz aralashtiramiz. Natijada och yashil rangli eritma hosil bo'ldi. Biroz turgandan keyin buni rangi to'qlashib oladi.